Mana, Cristiano Ronaldoning goli. Messining butun faoliyati davomida hech qachon ko'rmaysiz. Hammasi uning sherigining uzoq uzatmasi bilan boshlanadi. To'p baland uchadi. Uni qabul qilish qiyin. Ikkita himoyachi allaqachon joyda. Uni to'xtatishga tayyor. Har qanday boshqa o'yinchi uchun epizod shu yerda tugagan bo'lardi. Lekin Ronaldo dahodir. Bir zumda u yelkasi bilan to'pni himoyachidan uzoqlashtiradi. Instinktiv, deyarli hayvoniy harakat. Biroq to'p baribir uning oyog'iga tushadi. Himoyachi to'pni egalladi deb o'ylaydi va orqadan kelgan sherigiga tezda pas berishga harakat qiladi. Lekin uning uzatmasi falokatli bo'lib chiqadi. To'p yana to'g'ridan-to'g'ri Ronaldoga qaytadi. Aynan shu lahzada vaziyat mutlaqo imkonsiz bo'lib ko'rinadi. Ronaldo 5 himoyachi bilan o'ralgan. To'p hanuz havoda. U zo'rg'a o'rnini topishi kerak. Dunyodagi hech bir hujumchi bu vaziyatdan biror narsa qilishga harakat qilmagan bo'lardi. Faqat bitta shaxsdan tashqari. To'p yerga tushganda Ronaldo futbolda ilgari hech kim qilmagan ishni qiladi. U darhol o'ng oyog'i bilan to'pni orqasiga oshiradi va shu harakatda o'sha oyog'i bilan 2 marta uradi. Burilmasdan, darvozaga ham qarab qo'ymasdan, birorta ham shubhasiz. To'p uchib ketadi. Himoyachilar muzlab qolgan.